Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz 21-avgust kuni ilmiy Sholichilik ilmiy tadqiqot institutiga tashrif buyurganmiz. Ushbu institutda 1 gektar tajriba maydonida tomchilatib sug'orish tizimini tekshirib ko'rganmiz. Bugun chet eldan Xitoy, Koreya va Yaponiyadan mutaxassislar tashrif buyurgan. Aynan shu tomchilatib sug'orish tizimini o'rganib ketish uchun. Endi shu dala maydoniga o'tib mutaxassis bilan suhbat o'tkazamiz. Ushbu 1 gektarimiz nima natijaga erishdi? Assalomu alaykum, Adhamjon aka, tinchmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana Sholichilik instituti bilan birgalikda, hamkorlikda tomchilab sug'orish tizimini tajriba maydonida tekshirib ko'rdik. Adham aka, qanaqa natijalar aytib bersangiz? Albatta bu suv prezidentimiz, muhtaram prezidentimizning qarorlariga bois suvdan oqilona foydalanish va resurs tejash texnologiyani joriy etish bo'yicha mana bugun Sholichilik ilmiy tadqiqot instituti hamda hamkorlikda Agrotomchi nima deydi, tomchilatib sug'orish ishlab chiqarish zavodi bilan shu yilning 2026-yil fevral oyida shartnoma qilganmiz 1 gektar maydonga tomchilatib sug'orish bo'yicha. Bu albatta 13-mayda ekilish boshlandi aka. Sholimizda 13-mayda kares texnologiyasi, ya'ni selkasida ekkanmiz. Qator orasi 30, ko'chatlar soni esa 5 santimetrlik qilib ekkanmiz. Bu albatta ko'rib turibsiz mana natijasini. Natija zo'r. Albatta juda yaxshi natija. Bu albatta bu Iskandar navimiz bo'ladi. Bu Iskandar navimiz men o'zim ham birinchi marta tajriba olib boryapman bu tomchilatish bo'yicha. Bu juda ham menga ham ma'qul keldi-da. Suvdan juda ham iqtisod qilasiz birinchi o'rinda. Keyin o'g'itlash me'yori ham juda qo'l kuch sarf qilmaysiz. O'g'itlashni tayyor o'g'it olib keldik. Nasos yordamida qo'yib qo'ydik-da, ligirovka qilib qo'ydik. Ham suv ketyapti, ham o'g'it ketyapti tomchilash jarayonida. Bu juda ham samarali deb o'ylayman. Har bir fermer xo'jaliklariga, boshqalarga bu tomchilatib sug'orishning afzalligi shundan iborat ekanki, sholini masalan Iskandar shol navimiz bo'lsa, o'z hosildorligini saqlab qolgan holatda suv resursi suvdan oqilona foydalanish, sug'orish suvlarni tejash. Ya'ni o'simlikni ildiz zonasiga namlikni saqlab qolish. Albatta nima deydi? O'simlik ildiz zonasida namlik saqlagandan keyin an'anaviy usulda suv bostirib sug'arib qo'yamiz aka. Turaveradi suv. Bu kerakli suvni tomchilatib sug'orib berar ekanda bu tomchilatib sug'orishda. Shunda suv sarfi ancha kam bo'lar ekan. Xudo xolasa bu birinchi yil natijamiz mana ko'rib turibsiz. Yana ham bir keng dalalarga bir tatbiq etmoqchimiz. Albatta bu ishlab chiqarishga endi kuz hosilni yig'ishtirib olgandan keyin qancha suv sarf bo'lgan, qancha suv resurslaridan tejaganmiz, hosildorligi qancha bo'lgan, sifat ko'rsatkichi qancha bo'ldi, yaxshi bo'ldimi degan natijalarni yana bir yoritamiz, xudo xolasa. Adham aka, yana savol, mana tomchilab sug'orish bilan an'anaviy sug'orish solishtiradigan bo'lsa, natijasi qanaqa, hosildorligi qanaqa bo'lyapti? Qarang, bir xil o'sish ketyaptimi? O'sishi vegetatsiya davri o'z ko'rinib ham turibdi aka. An'anaviy usulda va shu Iskandar navimizga 18,000 metr kub suv sarf etadi-da. To vegetatsiyada ekilgan davrdan to pishish davrigacha-da, o'rta pishar navlarimizda. Adham aka, bu yoqda mana sholida necha sxema ekilgan va kapelni lenta necha sxemada tashalgan? Sholimiz 30 ga 5 santimetr ekish sxemasida ekilgan selkada. Kapelning lentamiz 60 santimetrga tortilgan. Har bir 60 santimetrda kapelning lentamiz bor. Kapelning lentamizda suv tomchilash anaqasi 15 santimetrdan где-то 1,6-1,7 litrlarga to'g'ri keladigan kapelning lentadan foydalanganmiz. Shuhrat akaning tavsiyalariga asosan. Adham aka, shu o'g'itlash masalasini ham bir tushuntirib o'tib ketsangiz yaxshi bo'lardi. O'g'itlashimizda bu o'simlikda har bir vegetatsiya davrida shu tomchilatib sug'orish apparati bilan qo'shilgan holatda suv bilan qo'shib berib boryapmiz azotli o'g'itlarni. An'anaviy usulga nisbatan o'rtacha bir 35%largacha o'g'itlar ham iqtisod qilinar ekanda, tejalib qolar ekan. Gerbisid bo'yicha-chi? Gerbisid bo'yicha sholini bir 25 kunligida to'liq dalani namlab oldikda, keyin gerbisid sepganimizdan keyin tomchilatib sug'orishni 2 soatda bir 2 soat sug'orilayotgan bo'lsa, buni 4 soatga qo'yib qo'ydik. Nimagaki o'simlikdagi begona o'tlar shu gerbis shunaqa narsaki, suv bo'lsa keyin ta'sir qilishni boshlaydi. Bir tur
dalani namlik sig'imi juda yuqori bo'lgandan keyin mana o'tlarni o'lishlik darajasi ham kuchayib borar ekanda. Shuni hisobiga mana dalamizda ko'rib turibsiz, o'tlar ijobiy ta'sir ko'rayotgan. Yegani o'tlar bo'yicha masala yo'q, to'g'rimi? Umuman chiqmagan. Yo'q, xudo xolasa Deyarli. deyarli chiqmagan. Sholini o'zini ham ko'rsatib ketsangiz, tushuntirib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Sholimiz mana vegetatsiya davrida hozir pishish davriga kelib qolgan. Mum pishish davrida sholimiz Iskandar shol navimiz. Mana tuplash darajasi ham juda ham yaxshi-da. Mana tuplash darajasi ham yuqori. 4 dona, 5 donadan tuplaganda har bitta urug'imiz. Bu kapelni sug'orishda ham yana bitta narsani aytib ketaman aka. Sholni vegetatsiya davrida tuplash davri keladi-yu, sholni ko'payishni, naychalash deb aytsak, naychalash davrida an'anaviy usulda ham suvni pasaytiramizda. 2-3 santimetr bo'lsagina sholni tuplash darajasi juda yuqori bo'ladi. Bu tuplash kapelnimiz ham shu tuplash darajasiga juda ta'sir ko'rsatishi yaxshi ekan. Shu ijobiy qancha gapirsak ko'p aka, ijobiy xususiyatlari. Xullas natija yaxshi, hamma xudo xursand. xolasa yaxshi. Aka rahmat katta mehmon qilganingizga. Charchamang, sog' bo'ling, yaxshi kunda ko'rishaylik.